Mashinamiz aybini oldindan aytib o'tib ketaman. Ikkita eshigida kraskasi bor, orqa krylosida kraskasi bor. Mashinamiz $9500, 2021-22-yil Ustormi masofani bosib o'tgan. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Xo'p, Qirg'iziston uchun, O'zbekiston uchun prexod. Mashinamiz GLS paketda, sariq salonda. Mashinamiz yurgan masofasi 35 ming. Hamma funksiyalari bor. Mashinamiz mexanika korobkalarda, obduf, obogrev, polisa задержания, monitorlargacha bor, video registrator, hamma funksiyalari bor. Mashinamizni polirovka qilib tayyorlab qo'ygan ekan. Kraskasi shu yerda bor. Keyin ikkita eshigida bor. Qolgan joylari sog'. Mashinamiz avariya udari yo'q. Ichiga o'tmagan. Примерно shilingan, qirilgan joy bo'lsa, koreyslar ponni siporadi. Shuning uchun mashinamiz arzon. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Chiroyli qilib yetkazib beramiz. Narxi arzon. $9500 ga. O'zbekistonga dostavkasi bilan примерно $12500 yoki $12000 bo'ladi. Chiroyli qilib yetkazib jo'natib beramiz.